Bu biz 3 aka-uka. Sarvar bolajonim, Ha, nima yana? Bu meni akam. ovqat pishdi, uyga kir. Diyorbek bolajonim. Ha, oyi. Bu esa meni ukam. Voy o'zimni toychog'im. Uyga kir. Onajonim, manchiman. Bu esa men, oilaning o'rtancha farzandi. Ha, sen ham bor eding-a? Kyoto endi non olib kel, keyin kirasan. Xo'p. Oyi ovqat zo'r chiqibdi, rahmat. Ha, osh bo'lsin. Oyi, ovqat qolmadimi menga? Sal vaqtliroq harakat qilish kerak edi. Mayli, mana nondan yeb olarman. Yo, butun nonga tegma. Bo'lmayman. Ber menga. Mana ham nonni ye. Katta farzand bo'lsang zo'rdek. Eng yaxshi narsalar kattalarga tegadi. Yarashganini qaranglar. Sendan keyin ukang keladi. Mendan keyin eng kichkina ukam keladimi? Jinnimisan? Eski narsani qanday kiyadi? Unga yangisini olamiz. Oilada erkalash ham boshqacha bo'ladi. Voy, o'zimni katta o'g'lim, yurkatoyim. Voy, yosh bola emasman, erkalab turmang. Voy, o'zimni kenja o'g'lim. Bugun necha baho oldingiz? Ikki ol. Mayli, ikkiga ikkini qo'shsang, to'g'ri bo'ladi. Bitta sen meni tushunasan, Bobik. Itga ham kerak emasman. Sizdan 25 ming so'm bo'ldi. Hozir kecha pulini olib kelib beraman. Ungacha o'rtancha o'g'lim turib turadi yoningizda. Ha, shunaqa. O'rtancha o'g'illar zalogan bo'ladi. Biz aka-ukang bilan to'yga ketyapmiz, uyga qarab o'tirgan. Uyda qorovul bo'ladi. Oyi, meni ham uylantiring. Voy, qanaqa uylanish? Undan ko'ra ukangni bolasiga qarab turgan makinang ishi bor ekan. Enaga ham bo'ladi. Gohida o'ylab qolaman, o'zi rostdan ham ularni o'g'limami? 1995-yilda Xo'jayev Jahongir degan chaqaloq rostdan ham shu yerda tug'ilganmi? Shunaqa mana. Ota-onasi Akmal bilan Shahnozami? Shunaqa ekan. Nima emas, menga unaqa qilishadi. Flintmi? Voy, Grinkimi? Ha, dadam olib berdilar. Mazza qilib qarsillatib kayfiyatni ko'tarib o'tiramiz. Kakras meni ham Nasrin ham ko'tarish kerak edi. Menga ham olib kelibdilarmi? San ham yemiding. Musor mashina keldi. Kerak emas narsani tez olib chiq tashlaylar. Menimcha bu uyda kerak emas narsa men bo'lsam kerak. O'rtancha o'g'illar qalban birgamiz.